Erkaklarga spermogramma va UZI Doppler, mashonka aynan tuxumlarning doplerografiyasi tekin. Uylanish arafasidagi erkaklar spermogrammani qanday topshirishni bilishmaydi. Buning uchun dastavval klinikaga tashrif buyurish kerak. Klinikaga tashrif buyurib, resepsiyondan ro'yxatdan o'tish kerak. Ism, familiya, data, gод рождения. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin xuddi shunday chek olasiz va laborantkamizga aynan maxsus chekni berasiz. Va ular bizga idish berishadi. Bu sperma topshirish uchun maxsus idish va xonaga yo'l olamiz. Aynan urug' topshirish uchun maxsus xonamiz bor va u yerga tashrif buyurib, aynan urug' topshirishda dastavval masturbatsiya yo'li bilan, demak, urug' chiqaramiz, ya'ni hamma eyakulyatni bunga solamiz va yana laborantga olib borib beramiz va laborant xonasida ozgincha vaqt turadi va maxsus xona, ya'ni urug' tekshirish xonasiga o'tamiz. Videoni kuzatib turinglar, men sizlarga hozir urug' qanday tekshirilishini ko'rsatib beraman. Topshirgan urug'ingizni termostatga yarim soat 40 minut aynan suyulishiga qarab qo'yamiz va 37 gradusda suyuladi va uni maxsus probirkalarda aynan mikroskopimizda ko'rib, sizlarga tahlilni ko'rsatamiz. Va maxsus mikroskop yordamida sizlarning urug'inglarni sonini, sifatini tekshiramiz. Hozir harakatlanayotgan juda kamaganda o'lib ketibdi. Mana shunday tarzda biz sizlarning urug'ingizni aynan tekshirish orqali sizlarga yordam berish rejasini tuzamiz. Urug' topshirishdan oldin nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni natija aniq chiqish uchun 2 kundan 7 kungacha saqlangan bo'lishimiz kerak. Ya'ni 3 kun saqlanish bu ideal hisoblanadi. Issiq banya, dushlarni qabul qilishni cheklashimiz, zararli odatlarimizni kamaytirishimiz kerak va shu orqali kelasizlar har payshanba kuni faqatgina sizlar uchun erkaklarga spermogramma va UZI Doppler, mashonka aynan tuxumlarning doplerografiyasi tekin. Bu faqatgina obunachilarimiz, ya'ni urolog Timur promokodi bilan resepsiyonga uchragan patsientlarimiz uchungina bepul hisoblanadi. Shoshilinglar. Bu videoni yaqinda uylanishni reja qilib yurgan do'stlaringizga yuboringlar. Sog' bo'linglar. Bizning YouTube kanalimiz bor, faqatgina erkaklar mavzusi, erkaklarning salomatligi to'g'risida to'liq video joylaymiz. Shu kanalga obuna bo'linglar, zero sizlar uchun ham foydali ma'lumotlar joylangan. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.